Navbatdagi o'rnatuv jarayonimizda Namangan shahri Oromgoh dahasiga o'rnatib berdik. Darvozamiz bo'yi 2.40, eni 3 metrlik bo'lgan. Darvozamiz garajga o'rnatganmiz. Garajni bo'yi va eni kichkina bo'lganligi uchun biz tashqaridan qilib o'rnatib berdik. Bizda har qanday muammoga yechim bor. Darvozamiz o'ziga xos uslubda o'rnadi. Mana tashqaridan bo'lganligi uchun mana rushnoy emas. Shu holatda bo'lgan tushib chiqsa bo'ladi mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Va buni olib qo'ysa ham bo'ladi mana. Ichkaridan ko'rinishi garajimizda katta radio blok, svet bo'lmaganda shuna holat tashqaridan komplektimizda ikkita pulti. Mana garajimizning ichidan ko'rinishi. Agar biz ichkariga qilib o'rnatib berganimizda darvozamiz bu yoqdan 10 sentdan 20 sent qisqaradi va yuqoridan 30 sentlik korpusimiz haqqi hamda 77 lambrina haqqi bo'lganligi uchun darvoza yana pasayib ketganda mashina kirmasligi mumkin edi. Biz har qanday garajga yoki hovliga joyga qarab o'lchovini chiqarib o'rnatib berilaveradi. Katta radio blok qilingan temir stalnigidan o'rnatib berganmiz. Mana ishlarimiz bitta. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Darvozamiz kvadrati $90 $140 gacha bo'ladi. Darvozamizning mahsuloti 2 qavatli bo'ladi. Ichi pena po'kakli, shovqinga yaxshi, issiq sovuqqa chidamli hamda kraskasi ko'chmaydi. Batafsil ma'lumot ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz tushuntirib o'tiladi.